Qorong'u davrida xalq uxlagan zamon, ko'zlarini ochmoqchi bo'ldi bir nechta inson. Behbudi qalamida uyg'ondi haqiqat, Avloni yuragida yashardi ma'rifat. Munavvar qoriydi dilim bilan yuksal, chunki jaholat odamni qilardi kasal. Fitrat yozdi erkinlik shaqida tunlari, millat uyg'onsin deb kuygan edi yuragi. Ular oltin emas kitob tarqatishardi, maktab ochib xalqni nurga boshlashardi. Ammo zulmat qo'rqardi uyg'ongan ko'zlaridan, shuning uchun ayrildi ular bu dunyolardan. Bugun erkin gapirsa ular sabab balki, chunki jadidlar yoqqan ilm hali yonadi. Bugun erkin gapirsa ular sabab balki, chunki jadidlar yoqqan ilm hali yonadi. Jadidlar ular millat yuragidagi ovoz, qorong'u tun ichida porlagan yulduz. Ular qurol emas bilimidan, jang qilgan kelajakda jonin hatto jonidan ham kechgan jadidlar. Tarix ularni hech qachon unutmaydi, chunki haqiqiy inson har uchun yashaydi. Bugun qo'limizdagi har bir kitobda izlari bor, urarkan orzusi hali yuraklarda yashar. Bir sinfxona, bir chiroq, eski partalar, lekin katta edi ishlaridagi orzular. Millat o'qisin deb kechalar yozishgan, kelajak uchun sukut ichra kurashishgan. Bugun internet bor, imkoniyat ham ko'p, lekin ular davrida haqiqatda aytish qo'rqinchli yo'l. Shunga qaramay bosh egmadi ular, chunki vatan sevgisi kuchliroq edi har safar. Biz endi davomimiz o'sha buyuk yo'lning, bom bilan ko'tariladi ertasi bu yurtning. Agar yoshlar uyg'onsa jadidlar yutadi, chunki ma'rifat bir kun zulmatni yengadi. Ularkin ovozi hali maktablarda yashar, har bir kitob varaqlarida nafasi bor. Tanasi ketgan bo'lsa ham ruhlari tirik, chunki millat uchun yashagan inson olmaydi shik. Jadidlar siz yoqqan nur hali o'chmagan, orzularingiz hali osmonlarga yetmagan. Biz davom ettiramiz siz boshlagan yo'lni, ilm bilan quramiz yana buyuk bir yurtni. Jadidlar ular emas faqat hurmat va tarix, chunki sizsiz qorong'u bo'lardi bugungi yo'l.